Assalomu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men bugun psixikalik masalalar va ularni bartaraf qilish degan temada qisqacha bir leksiya so'zlab o'tmoqchi. Hammanglarning diqqat berishni umid qilaman. Hozirgi zamonning aloyidligi bo'lgan o'tkir raqobat, turmushdagi jiddiychilik, turmush va xizmat besimi uningga qo'shilib adolatsizlik, tabiiy ofat, urush, qirg'inchilik va kelgusiga nisbatan andish qilish qatorliq har xil omillar insonlarning ruhiy sog'lomligi va kundalik turmushiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan bir masalaga aylanmoqda. Taraqqiy qilgan davlatlarda munosabatlik mutaxassislar bu jihatda ko'p izlanishlar ilib berib, mavjud masalalarni atrofliq o'tirg'a qo'yg'achqa, insonlar u mavjud masalalarni to'nib yetishga va uningga nisbatan tadbir ilishga boshlagan. Har qanday mavjud masalaga qarshi tadbir ilish va uni bartaraf qilish uchun oldi bilan u masalani to'nib yetishga va uning mavjudligini e'tirof qilishga to'g'ri keladi. Agar biz mavjud masalaga ko'z yumsak yoki uning mavjudligini inkor qilsak, mavjud masala mangu mavjud bo'lib qilaverishi, hatto tadrijiy ig'irlashib, hal qilish kun sayin qiyinlashishi mumkin. Shunglashqa masalani bartaraf qilishning oldingi sharti oldi bilan masalani to'nib yetish va u masalaning mavjudligini e'tirof qilishdir. Amerika qatorliq taraqqiy qilgan davlatlarda shu sog'lomlik jihatdagi sonliq ma'lumotlar bir qadar sistemlashgan va to'liq bo'lib, bu ko'rayotganinglar shu Amerikaningki kasallikni kontrol qilish idorasi 2017-yili e'lon qilgan Amerikaliklarningki ruhiy sog'lomligi to'g'risidagi sonliq ma'lumot bo'lib, bu sonliq ma'lumotlarga asoslangan vaqtida Amerikadagi balog'atga yetganlarning 20% yoki har 5 Amerikalikning ichida bir odamda o'xshamagan darajada psixikalik masalalar mavjud bo'lgan. Ularning ichida taxminan 4% yoki 25 odamning ichida bir odamda ig'ir darajada ruhiy kasallik mavjud bo'lgan. Hamda bu shu sonliq ma'lumotlarni Amerikadagi o'xshamagan irq yoki o'xshamagan millatlarga taqsim qilgan vaqtida ahvol qanday bo'ladi degan vaqtida Amerikalik indianliklar yoki yerlik Amerikaliklarning ichida ahvol eng ig'ir bo'lib, taxminan shu balog'atga yetgan Amerikalik indianlik yoki yerlik Amerikalikningki 28.3% da o'xshamagan darajada psixikalik masalalar ko'rilgan. Oqlarning ichida bo'lsa, shu psixikalik ruhiy sog'lomlik masalasi ko'rilganlar 19.3% bo'lgan. Qorlarning bo'lsa 18.6%, ispan tilida so'zlaydiganlarning bo'lsa 16.3%. Nisbatan aytgan vaqtida Osiyoliklarningki shu psixikalik ruhiy sog'lomlik masalasiga duch kelish nisbatan to'van bo'lib, ularningki 13.9% da o'xshamagan darajada ruhiy sog'lomlik masalasi ko'rilgan. Yani bu sonliq ma'lumotlardan shuni ko'rib olishga bo'ladiki, garchi Amerikaning o'rtacha soni 20% Amerikalikda shu psixikalik sog'lomlik masalasi ko'rilgan bo'lsa, ularning ichida indianliklarningki 28.3% da psixikalik sog'lomlik masalasi ko'rilgan bo'lib, ya'ni Amerikada psixikalik sog'lomlik masalasi eng ig'ir bo'lgan millat hisoblanadi. Hemen bu yerda nima uchun bu indianliklarningki bu sonliq ma'lumotlarni alohida ta'kidlab ketdim degan vaqtida, indianliklar hammamizga ma'lum bo'lgandagidek asli Amerikaningki xo'jayinlari, ya'ni Amerikaning tuproq egalari bo'lib,
bu o'zlarininki yashash tuprog'ini, o'zininki vatanini yana vataniga igdorchilik qilish huquqidan mahrum qilingan bir millat. Garchi Amerika taraqqiy qilib hozirgi darajaga kelgan va dunyoda eng ilg'or mushu erkinlikda bo'lsin yoki demokratiyada bo'lsin yoki iqtisodda bo'lsin eng ilg'or davlat hisoblansimi, lekin bu yerlik amerikalik yoki amerikalik indiyaliklar yuzlangan bu psixologik masalalarni yetarlik yaxshi hal qilamagan yoki mundaqcha aytgan vaqtida bular mushu ro'y jihatda eng yuqori mushu besimga yoki zarbiga duch kelgan. Buningki sabablari men bu yerda tafsili so'zlab o'tolmasammi, ko'pinchimizga aniq bo'lishi mumkin. Bu haqda nurg'un izlanishlar mavjud, lekin bu masala yaqinqi masala bo'lmag'achqa uni hal qilishmi undoq oson emas degan gap. Biz hozir duch kelayotgan mushu masalalar indiyalar ya'ni amerikalik yerlik amerikaliklar ayni vaqtida duch kelgan masalalar bilan o'xshash bo'lganligi uchun bizningki kelgusi ruhiy sog'lomligimizmi nihoyatda zo'r bir tahdidga duch kelmoqda. Shunlashqa shu sababdan men bugungi bu leksiyarimniki asosliq mazmunida bu masalalarni o'tirg'a qo'yish orqali biz o'zimizniki kelgusi yuzlanish ehtimoli bo'lgan shu masalalarga qandoq tadbir qo'llanamiz degan jihatda har qaysimizniki o'ylanib beqishni tashabbus qilish yoki bir taklif berish maqsadida bu sonliq ma'lumotlarni sizlar bilan o'rtoqlashib o'tdim. Undaqda bizdagi ahvol qandoq? Bizda ruhiy sog'lomlik masalasi mavjudmi, mavjud emas? Biror masalaning mavjudligini bilmaslik, uni to'nib yetmaslik yoki uning mavjudligini e'tirof qilmaslik masalaning yo'qligidan darak beramdi. Agar biz masala yo'q deb qarasak yoki mavjud masalaga ko'z yumsak, uni inkor qilsak, u mavjud masala o'zligidan yo'q bo'lib qolamdi. Agar masala bo'lsa, oldi bilan biz cho'qim uni to'nib yetishimiz, uni e'tirof qilishimiz kerak. Ondan uni bartaraf qilishga izlanish bo'ladi. Bu ko'rayotganinglar meningki 2018 va 2019-yillari to'rda ilib olgan ruhiy sog'lomlik to'g'risidagi tekshirishninki natijasi bo'lib, u tekshirishda ruhiy kayfiyatingizda paydo bo'lgan o'zgarishlar deb 6 xil savolni so'ragan. Uning birinchisi sizda tushkunlashish bormi yo'q, ikkinchisi umidsizlik, ishonchni yo'qotish ahvoli bormi yo'q, uchinchisi oson ochiqlanish, o'zini tutolmaslik qatorliq ahvollar mavjudmi yo'q, to'rtinchisi diqqatingizni yig'olmaydigan ahvol mavjudmi yo'q, beshinchisi hech ishga qiziqmaslik, org'inlik his qilishdek ahvol mavjudmi yo'q, oltinchisi yuqorqi 5 xil ahvollarning hammasi mavjudmi yo'q degan savollar bo'lib, ularga taxminan 6% odam tushkunlashish bor deb javob bergan. Yana 6% odam o'zida umidsizlik, ishonchni yo'qotishning mavjudligini o'tirib qo'ygan. 15% odam bo'lsa, o'zining oson ochiqlanadiganligi, o'zini tutolmaydiganligini bildirgan. 10% odam bo'lsa, diqqatini yig'olmaydiganligini bildirgan. 11% odam hech ishga qiziqmaslik, org'inlik his qilishning mavjudligini o'tirib qo'ygan. 40% odam bo'lsa, yuqorqi 5 xil ahvolning hammasiniki o'zida mavjudligini bildirgan.
faqat 9% odam yuqorqi ahvollarning o'zida yo'qligini bildirgan bo'lsa, 2% odam uningga javob bermagan. Mundaq aytgan vaqtida 89% shu tekshirishga qatnashganlarning 89%i o'zida bir yoki bir necha o'xshamagan shu ruhiy sog'lomlik masalaniki mavjudligini bildirgan. Bu gerçi faqatla shu tekshirishga qatnashgan insonlarningki javobidan ilingan natija bo'lsa-mu, lekin bu muajiratdagi Uyg'urlarningki shu ruhiy sog'lomlik ahvoliga nisbatan bizni belgilik uchurlar bilan ta'minlashi mumkin. Yana mundaqcha aytgan vaqtida bu tekshirish to'rda ilib berilgan, ya'ni xohlagan odam javob beradigan bir tekshirish bo'lganligi uchun uningki foydalanish qimmati xili yuqori deb qarayman. Birinchi qitimliq tekshirishga 800 dan ortiq odam qatnashgan bo'lsa, ikkinchi qitimliq tekshirishga 1100 dan ortiq odam qatnashgan. Shu sababdan bu tekshirishninki belgilik foydalanish qimmati bor yoki bo'lmasa muajiratdagi Uyg'urlarningki ruhiy sog'lomlik ahvoliga belgilik darajada vakillik qila oladi deb qarashga bo'ladi. Yana shu tekshirishda shu o'lishni o'ylab baqdingizmi deydigan bir savol bo'lib, uningga 73% odam asla o'ylab baqmadim deb javob bergan bo'lsa, 19% odam ba'zida o'ylab baqdim deb javob bergan, 4% odam bo'lsa, davomliq o'zini o'ltirib olishni o'ylaydiganligini bildirgan. Jami 23% odam bir yoki bir necha qitim o'zini o'ltirib olishni o'ylab baqqan. Bu shu Amerikaningki sonliq ma'lumotiga nisbatan 6-7 hassa yuqori bo'lib, Amerikada balog'at yetganlarningki o'zini o'ltirib olishni o'ylab beqish nisbati taxminan 3 4%. Biz muajiratdagi shu xalqimizning bo'lsa taxminan 23% bo'lgan. Bu nihoyatda yuqori bir son. Bulardan bizningki shu muajiratdagi xalqimizningki ruhiy sog'lomlik ahvoliningki qandaqligini bilish mumkin. Shunglashqa biz bu masalani to'nib yetmasak, buningga qarshi tadbir olmasak, ahvolimiz texmi ig'irlashishi mumkin. Men 2018 va 2019 yillari yuqorqi tekshirishlarni ilib borgandan keyin uning natijasini ko'p qitimliq shu yig'inlarda o'tirib qo'ygan bo'ldim va muxbirlarningki ziyoratini qabul qilgan vaqtda bu haqda alohida ta'kidlab o'tgan bo'ldim. Bu yerda ko'rayotganinglar shu Uyg'urlarningki ruhiy sog'lomligi to'g'risida e'lon qilingan 2 maqola. Sol tarafdagisi bo'lsa, South China Morning Postda e'lon qilgan shu Uyg'urlarningki ruhiy sog'lomlik to'g'risidagi maqola, o'ng tarafdagi bo'lsa, Amerikadagi donliq maktab, oliy maktab MITningki jurnalida e'lon qilgan Uyg'urlarningki shu psixikalik ruhiy sog'lomlik to'g'risidagi maqola. Bu izlanishlar, bu tekshirishlardan keyin Uyg'urlarningki ruhiy sog'lomlik masalasi boshqalarning belgilik darajada diqqatini qo'zg'amoqda. Növbətdə shu muajiratdagi Uyg'urlar yuzlanayotgan ruhiy sog'lomlik yoki psixikalik sog'lomlik masalasi kun sayin boshqalarning diqqatini qo'zg'amoqda. Mayli Amerikada bo'lsin, mayli Avstraliyada va yoki Yevropada bo'lsin, bir qism qarindoshlar bu haqda izchil izlanib, bu masalani hal qilish yoki uning oldini olish to'g'risida aktiv chora tadbirlarni o'tirib qo'ygan va bu haqda ko'p qitim leksiyalarni so'zlagan. Ularning ichida shu Amerikada bir guruh qarindoshlar o'tgan yili Uyg'urlarning shu ruhiy sog'lomligiga ko'ngil bo'ladigan ruhiy sog'lomlik tashabbusi degan bir organ, bir tashkilot qurilib, buningda bir qism fidoyi qarindoshlarningki izchil tirishchanligi natijasida
Amerikadagi shu psixik doktorlar, ya'ni Uyg'urlarga kasal ko'rishni xohlaydigan psixik doktorlarniki uchurlarini to'plab Uyg'urlarga shu leksiya so'zlash va bu vaqtdagi shu tushunchani yuqori ko'tarish orqali o'zida masala bor yoki shu psixik ro'y sog'lomlik jihatda yordamga ehtiyoji bor qarindoshlar bilan shu Amerikada Uyg'urlarga yordam qilishni xohlaydigan psixik doktorlarni o'zaro uchrashtirish orqali shu bir qism qarindoshlar yuzlanayotgan psixikalik ahvollarni bartaraf qilishda aktiv faoliyatlarni, aktiv harakatlarni ilib bormoqda. Bu xil ahvol Avstraliyadami mavjud. Avstraliyada bir qism qarindoshlar shu ro'y sog'lomlik jihatdagi leksiyalarni so'zlash bilan birga ro'y sog'lomlik jihatda har xil tadbirlarni qo'llanib xalqimiz yuzlanayotgan shu ro'y sog'lomlik masalalarga yordam qilish ishini boshlagan. Yevropadami bu haqda izlanayotgan qarindoshlar bor. Albatta, Turkiyada muhojiratdagi xalqimiz eng ko'p yashaydigan davlatning birisi bo'lganligi uchun u yerdami bu masala eng ig'ir bo'lishi mumkin. Turkiyadami shu psixikalik ro'y sog'lomlik jihatda leksiyalarni so'zlab xalqimizniki bu vaqtdagi tonishni yuqori ko'tarayotgan qarindoshlar mavjud. Bu yerda tadbir ilish, davolash qilish bakla muhim, lekin eng muhim bo'lgani o'zimizdagi masalani tonib yetish texmi muhim. Chunki bu ro'y sog'lomlik jismoniy sog'lomlik bilan dal aksincha bo'lib, ya'ni jismoniy sog'lomlikda masala ko'rilgan vaqtida masala qancha yengil bo'lsa, uni farq etish shuncha qiyinga to'xtaydi. Masala ig'irlashgan vaqtida uni farq etish osonga to'xtaydi. Lekin psixikalik sog'lomlik yoki ro'y sog'lomlikda bo'lsa, masala yengil vaqtida uni bayqash oson bo'lgan bilan masala ig'irlashgan vaqtida uni e'tirof qilmaydigan, uni qabul qilmaydigan ahvol shakllanadi. Ya'ni mundaq aytgan vaqtida aroq ichib masub qolgan odam men mas emas degandek ro'y sog'lomligida ig'ir masala paydo bo'lgan odam o'zininki sog'lomlikdagi masalani e'tirof qilmaydigan, tonimaydigan ahvol mavjud. Bu jismoniy jihatdagi kasallik bilan dal aksincha, ya'ni biz jismoniy jihatda kasalga giribtor bo'lgan vaqtimizda bo'lib kasalimiz ig'irlashgan vaqtida uni tonib yetalaymiz va aktiv holda doktorga berib kasalimizni davolashga intilamiz. Biroq bu ro'y sog'lomlikda uning dal aksincha bo'lganligi uchun kasalimiz ig'irlashgan vaqtida bizning uning tonib yetish iqtidorimiz tugaydi. Shu sababdan biz aktiv doktorga berib ko'rinish istikimiz bo'lmaydi. Yengil vaqtida o'zimiz farq eta olishimiz mumkin. Ham bu ahvol yengil vaqtida uni bir taraf qilishmi nihoyatda oson bo'ladi. Shunglashqa biz bu masalani, ya'ni o'zimizdagi mavjud bo'lgan bu ro'y sog'lomlik psixikalik masalalarni bayqagan aman uningga cho'qim tadbir ilishimiz, hargizmi uning taraqqiy qilib ro'y kasal darajasiga yetib borishga saqlab turmasligimiz bizniki mayli ro'y sog'lomligimiz, mayli jismoniy sog'lomligimizda bakla muhim. Chunki ro'y sog'lomlik jismoniy sog'lomlikqa, jismoniy sog'lomlik ro'y sog'lomlikqa ta'sir qilib, oxirisida bir-biri bilan zich bog'lashgan va bir-biriga nihoyatda cho'ng ta'sir ko'rsatadigan ahvol mavjud. Hemen yuqorida deb o'tgandagidek, shu Amerika, Avstraliya va Yevropalarda, hatto Turkiyalarda
bir qism shu o'ziniki ro'y psixikalik sog'lomlik jihatda masala ko'rilganligini bayqagan va bu jihatda yordamga ehtiyojli bo'lgan qarindoshlar psixika doktorga ko'rinadigan yoki boshqalarniki yordamini talab qiladigan ahvol kundan kunga ko'paymoqda. Endi men shu o'zidagi psixikalik masalalarni bayqab doktorga ko'ringanda yoki psixikalik masalalarni bartaraf qilish uchun tadbir qo'llangan vaqtida qanday qilib shu davolash unumini yuqori ko'targili bo'ldi degan vaqtida men bu jihatda ehtiyoji bor yoki doktorga ko'rinayotgan yoki tadbir ilish ehtiyoji bor qarindoshlarga o'ziningki davolanish yoki ilingan tadbirniki unumini yuqori ko'tarish uchun tuvandagidek tavsiyalarni bermoqchi. Oldi bilan shu mavjud masalani tunib yetish. Bu bek muhim. Men yuqoridami so'zlab o'tdim. Jismoniy kasalga, biz jismoniy kasalga giribdor bo'lgan vaqtimizda kasal yengil bo'lgan vaqtda dastlabda farq etmasligimiz mumkin, lekin keyin kasal ig'irlashgan vaqtida uni cho'qim farq etalaymiz va aktiv holda doktorga berib ko'rinalaymiz. Lekin bu ro'y kasallikda, ro'y sog'lomlikda masala paydo bo'lgan vaqtida, masala yengil bo'lgan vaqtida balkim o'zimiz farq etolishimiz mumkin. Agar masala ig'irlashib, ig'ir kasal darajaga yetgan vaqtida biz uni farq etish aql iqtidorimizni yo'qotganligimiz uchun biz o'zimizdagi o ig'ir ahvolni bilmaymiz. Shunglashqa masala bizdagi masala yengil vaqtida biz uni farq etolgan vaqtida masalani cho'qim vaqtida tunib yetib, uningga nisbatan vaqtida tadbir ilish biz shu davolash unumini yuqori ko'tarishda bek muhim. Ikkinchisi samimiy bo'lish. Agar masala bo'lsa, uni e'tirof qilish. Bu shu davolashni bo'lib bek shu o'zimizda mavjud bo'lgan masalalarga aktiv tadbir ilishda bek muhim. Biz agar samimiy bo'lmasak, masalani e'tirof qilmasak, albatta uninga qarata tadbir olmaymiz. Shunglashqa samimiy bo'lish, agar masala bo'lsa uni e'tirof qilish, bu davolash, baldur davolash va davolashning unumini yuqori ko'tarishda nihoyatda muhim. Uchinchisi mavjud masalani bartaraf qilish uchun yana aktiv tadbir ilish. Mayli psixika doktorga ko'rinish bo'lsin yoki bo'lmasa boshqa har xil tadbirlarni ilish orqali bu masalaning ig'irlab ketishini oldini olish. Bu jihatda aktiv tadbir ilish bu shu davolashning unumini yuqori ko'tarishda bek muhim. To'rtinchisi bo'lsa psixika doktori yoki yordam qilg'uchiga, ya'ni ro'y sog'lomlik jihati yordam qilg'uchiga rostchil bo'lish, shu ko'rilgan ahvollarni aynan deyish. Shu doktorniki yoki yordam qilg'uchiniki bizga qo'llangan davolash tadbirlariga yaxshi moslashish. Bumi shu davolash unumini yuqori ko'tarishda bekla muhim. Beshinchisi eng oxirida shu ilingan tadbirlarniki yoki shu davolashning unum berishiga ishonch qilish. Mayli ro'y jihatdagi kasallik bo'lsin yoki bo'lmasa jismoniy jihatdagi kasallik bo'lsin, shu ishonch, umidvorlik davolash unumini yuqori ko'tarishda nihoyatda muhim bo'lib bek bu ro'y sog'lomlikda agar biz ilingan tadbirlarga yoki davolashga ishonmasak, baribir meningda masala yo'q, baribir davolansam hech qanday ahamiyat yo'q degandagidek bundaq bir qarashda bo'lsak, uningki unumi yaxshi bo'lmaydi. Shunglashqa ilingan tadbirlarga va davolashning unumiga unum beradiganlarga ishonish. Bu bizningki shu davolash unumini yuqori ko'tarishda bekla muhim. Bular meningki qarindoshlarga, ya'ni o'zidagi psixik ro'y sog'lomligida masala ko'rilib, doktorga ko'rinmoqchi yoki bu haqda tadbir olmoqchi bo'lgan qarindoshlarga beradigan taklifim va tavsiyalarim. Bugungi bu leksiyani mishad oxirlashtirmoqchi. Hammanglarning diqqat berganinglarga ko'pdan ko'p rahmat. Alloh hammamizning tinini salomat, umrini uzun qilsin.
Xeyri xoş, ko'rishguncha omon bo'linglar.